Stress mavzusidagi videomdan keyin juda ham ko'p ayollar murojaat qilishdi. Stressdan semirib ketyapman, lekin nima uchundir olmayapman deb. Aslida muammo tanada emas, balki ichkarida. Kam yeyman, lekin baribir semiryapman. Sizda ham shunaqami? Unda siz yolg'iz emassiz. Bu muammo siz o'ylaganingizdek ovqat emas, balki bu stress. Stress paytida inson organizmida kortizol gormoni ko'payadi va bu ayniqsa qorin atrofida yog' yig'ishni boshlaydi. Shuning uchun ham siz kam yeb turib ham semirishingiz mumkin. Yana bir belgilaridan biri kechasi kech uxlaysiz va doimiy shirinlik yegingiz keladi. Ko'pchilik bu holatda o'zini ayblaydi, lekin bu sizning aybingiz emas. Bu sizning charchaganingiz. Balki sizga tanangiz signal berayotgandir, menga ham dam ber deb. Dieta birinchi navbatda ruhiy tinchlikdan boshlanadi. Agar sizda ham shunday muammolar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada men ham so'zini yozib keting va bu videoni saqlab qo'ying. Albatta sizga kerak bo'ladi.